Assalomu alaykum do'stlar. Ming kitob tahlil loyihamizga xush kelibsizlar. Mana nihoyat 11-songa yetib keldik. 11-sonda biz Jorj Armstrong qalamiga mansub Qora pul imperiyasi kitobini tahlil qilamiz. Xullas kitobni o'ta qisqa ma'nosi nima desa, bu kitob nima uchun yozilgan desa, nima haqida yozilgan desa, bu kitob xullas yahudiylar qanday qilib mana shu Amerikani boshga kelib oldi, ya'ni bank tizimlarini qanday qilib boshqarishi, Rotshildlar imperiyasi Amerikani qanday ular qo'lga olganligi, pul qanday aylanishi, dunyodagi ya'ni pul oqimi qanday aylanishi, mana shu narsalar haqida hikoya qiladi bu kitob. Demak, shunaqa. Shu bilan bu kitob tahlili tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xayr, salomat. Albatta bu hazil edi. Demak, ushbu kitobga ko'proq to'xtalib o'tamiz biz. Xullas, ushbu kitob 2 bo'limga bo'linadi, 2 bobga bo'linadi. Birinchi bobda Rotshildlar imperiyasi haqida gapiriladi, ikkinchisida esa Amerikaning qo'lga kiritilishi. Ko'pchiligimiz Rothschild, Rockefeller degan ismlarni ko'p eshitganmiz. Keyin yana ko'pchilik o'ylaydiki, ular bir xil, ya'ni ikkalasi ham yahudiy deb o'ylaydi, lekin bu narsa xato. Rotshildlarni yo'nalishi boshqa, Rockefellerlarniki boshqa. Rotshildlar mana shu bank sistemasida gegemon bo'lsa, shu katta o'rinda tursa, Rockefellerlar o'tgan asrda mana shu neft orqali boyigan oila hisoblanadi. Keyin bular ikkalasi ham yahudiy emas. Rotshildlar bular yahudiy, Rockefeller esa bu xristian hisoblanadi. Shuni unutmanglar. Qanday qilib Rotshildlar bunday bir boylikka erishdi? Buni bir boshlanish nuqtasi qanday edi? Boshlanish nuqtasi keladigan bo'lsak, xullas, Mayer Amschel Rothschild degan odam bo'lgan. 1743-yilda u tug'ilgan. 1743-yilga borib taqaladi Rothschildlar tarixi. U paytda masalan qiyoslash uchun o'zbeklarni Ashtarxoniylar sulolasi ham bor edi. Hattoki xullas o'sha 1743-yilda Mayer Amschel Rothschild tug'ilgan. U odam mana shu Gessen-Fassel grafligi shahzodasini yaqini bo'lib, uni shaxsiy o'sha bankirga aylanadi. U shahzoda esa 1806-yilda urush tugagandan keyin Daniyaga qochib ketadi. Qochib ketishdan oldin esa mana shu $3 million pulni Mayer Amschel Rothschildga tashlab ketgan bo'ladi. Manbalarda yozilishicha, u qaytib kelgandan keyin shu pulni qaytarib bergan deydi, ammo Jorj Armstrong aytadiki, unaqa qilmagan. O'shandan so'ng Mayer Amschel Rothschild pulni o'zi olib qolgan, ya'ni undan o'g'irlab olgan va Rotshildlar imperiyasi mana shu voqeadan keyin boshlangan deb yozadi. 1812-yilda Mayer Amschel Rothschild o'lim to'shagida yotganda farzandlarini yig'adi. Uni 5 ta qizi, 5 ta o'g'li bor edi. Shunda u ularga 4 ta narsani vasiyat qiladi. Ulardan bittasi mana shu barcha boylik katta o'g'ilga o'tishi kerak edi. Keyingisi esa faqat qarindoshlar o'rtasida nikoh bo'lishi kerak edi. Yozuvchi aytadiki, to'g'ri hammasi qarindoshlar o'rtasida bo'lmagan dedi, lekin dedi juda ham ko'p nikohlar mana shu qarindoshlar o'rtasida bo'lgan deb bir qancha mana shu dalillarni keltirib o'tadi. Keyingisi esa boylik hech qachon bo'linmasligi kerak deydi. Forbes ro'yxatiga qarasanglar, hech qachon Rotshildlardan birorta odamni ko'rmaysizlar. Har doim Elon Musk, yana keyin Larry Ellison, Bill Gates shu kabi boshqa bir odamlar turadi. Nima uchun Rotshildlardan hech kim yo'q? Buni sababi Rotshildlar oilasining boshlanish nuqtasi Mayer Amschel Rothschild hech qachon oilani puli qancha bo'lishini boshqarib bilmasligi, buni sir saqlanishini o'zini mana shu aytib o'tilganimiz 4 ta vasiyatdan biri sifatida qo'ygan. Shu sababli hozir sizlar hech qachon Rotshildlarning puli qancha ligini bilib bo'lmaydi. Yozuvchi aytadiki, o'tgan asrda mana shu 1900-yillarning boshlarida ularning pullari Amerika GDP'si, ya'ni yalpi ichki mahsulotini yarmiga teng edi deydi. Bu juda ham katta mablag' hisoblanadi. Kitobdagi bomba narsa esa bu yahudiy oqsoqollar protokollari deydi, ya'ni bayonnomalari deydi. U protokollar, ya'ni bayonnomalarni hozir ham hech qanaqa yahudiylar tan olishmaydi deydi, lekin undagi yozilgan narsalar, voqealar mana shu hozirgi bo'layotgan voqealar bilan birma-bir tushadi deydi. Jorj Kennedy o'ldirish sahnasini ko'pchilik ko'rgan. U mana shu rafiqasi bilan usti ochiq bo'lgan mashinada Amerika fuqarolari ichidan ketayotganda mana shu boshidan o'q yeb o'ldiriladi. Xuddi shunga o'xshab Amerikani 4 ta prezidenti prezidentlik davrida mana shunaqa suiqasdga uchrab vafot etgan. Jorj Armstrong bu kitobni yozganda, ya'ni 1940-yilda hali Kennedy o'ldirilmagandi, ammo undan oldin o'lgan Abraham Lincoln va boshqa yana 2 ta prezidentni ham o'ldirishda yahudiylarning qo'li bor deydi va unga bir qancha dalillarni keltiradi. Yana bunga sabab qilib esa yahudiy bayonnomalaridan 15-bayonnomani
yozib o'tgan. 15-bayonnomada shunday deyilgan, ya'ni bizni maqsadlarimizga qarshi bo'lganlar uchun o'limni tezlashtirish yaxshidir. Qurbonlar o'zlariga berilgan o'lim hukmlarini anglab yetmaydilar va o'zlarini tabiiy sabablar bilan o'lgan deb o'ylaydilar deydi. Sababli bir qancha mana shu Amerika prezidentlari o'limlarini aytib o'tadi. Bularni orqasida yahudiylar turibdi degan iddaolarni qiladi. Yozuvchi aytadiki, mana shu sionistlar ham ko'p urushlarni moliyalashtiradi deydi. Moliyalashtirish qanaqa bo'ladi? Ya'ni ikki tomonni ham moliyalashtiradi. Urush bo'lyaptimi, ular ikki tomondan ham foyda ko'radi. Bu tomon yutsa ham, bu tomon yutsa ham foyda ko'radi. Shu sababli urushni bo'lgani ular uchun yaxshi deydi. Falastinga yahudiylar qachon kirib kelishni boshladi? Buni barchasi 1917-yilda Balfour deklaratsiyasi orqali bo'ldi. Bu deklaratsiya qayerdan paydo bo'lib qoldi? Bilamizki, Birinchi jahon urushida ikki tomon bor edi. Birinchi tomonda Britaniya, Fransiya, Rossiya va keyinroq Amerika va Italiya turgan bo'lsa, ikkinchi tomonda esa Germaniya, Avstriya, Vengriya va Usmoniy imperiyasi bor edi. O'sha vaqtlarda Usmoniy imperiyasi mana shu Falastin hududini boshqarardi va ular mana shu ikkinchi tomon, ya'ni Avstriya, Vengriya, Usmoniylar, Germaniya bo'lgan bu tomon urushda yutqazgandan so'ng Balfour deklaratsiyasiga ko'ra mana shu yerni Britaniyaga berishga majbur bo'ladi. O'sha vaqtda Britaniyani yahudiylar boshqarardi. Shundan so'ng yahudiy davlatini tuzish uchun Germaniyadan yahudiylar ommaviy ravishda Falastin hududiga ko'chirib keltiriladi. O'shandan beri mana 100 yildan oshdi. O'shandan beri hozir yahudiylar o'sha yerda yashab kelishmoqda davlat sifatida. Yana yozuvchi aytadiki, ular mana shu oltin monopoliyasini ham qo'lga kiritgan va bu orqali ular 1837, 1873, 1907 va 29-yillardagi Great Depression deyiladi, ya'ni buyuk depressiyalarni ham aynan ular sodir etgan deydi va bundan juda ham katta pullar ishlab olgan deydi. Ikkinchi bobda esa Amerikani qo'lga kiritilishi haqida yozilgan. Qanday qilib mana shu Amerikada yahudiylar paydo bo'lib qolib, buni boshqarishni boshladi. Shu haqida yozilgan. 1913-yilda yahudiylarning ikki agenti Amerika Federal Rezerv tizimini yaratadi. Bu mana shu markaziy bank edi. O'sha voqeadan keyin esa AQSh moliyasi mana shu xususiy bankirlar qo'liga o'tadi. Ya'ni asosan yahudiylardan iborat bo'lgan bankirlar qo'liga o'tadi. Keyin prezident Franklin Delano Roosevelt ham bor edi. U mana shu 1933-49-yillarda Amerika prezidenti bo'lgan. Uni kitobda aytib o'tganki, Jorj Armstrong u qo'g'irchoq prezident edi deydi. U mana shu yahudiylar nima desa, o'shani bajaradigan bir prezident edi deydi. U qilgan eng katta ish, ya'ni yahudiylarga foydasi bu Amerikaga kommunizmni kiritgan deydi. Bu kommunizmni kiritish sababi esa yahudiylar shu kommunizm orqali avvalo Amerika orqali esa dunyoni boshqarish niyati bor degan fikrlarni yozib o'tgan bo'ladi. Kitob 1940-yilda yozilgan bo'lsa ham, ammo undagi juda ko'p narsalar hozir sodir bo'layotganga o'xshaydi. Shu sababli avval kitobni birinchi o'qib ko'rganda turli xil bir konspirologiyalar bor deb o'yladim, ammo hozirgi voqealar bilan solishtirib, yana ko'proq o'rganib chiqib, bu kitobni ko'pchilik o'qish kerak ekan degan fikrga keldim. Kitob haqida misol uchun ChatGPTdan so'rasa, bu konspirologik narsalarga bog'langan kitob deydi, bunga ishonib bo'lmaydi deydi. Lekin rostdan ham alohida bir o'zingiz bir research qilib, bu kitobni bir tekshirib, bunday yozilgan voqealarni o'rganib chiqsanglar, avval yozilgan bo'lishiga qaramasdan hozirgi voqealarga birma-bir tushayotganga o'xshaydi. Shu sababli dunyoda mana pullarni kim boshqaryapti, dunyo pullarini kim boshqaryapti, kimlarning qo'lida pullar, shu narsalarni bilish uchun kitobni o'qib chiqish kerak deb o'ylayman. Demak, mana shu yerda bizni bu kitob haqidagi tahlilimiz o'z nihoyasiga yetdi. Maqsadim kitob nimalardan iborat, kitobda nimalar haqida gap ketadi, shuni sizlarga yetkazib berish edi. O'ylaymanki, bu niyatimga erishdim. Agar kitobdagi voqealar, aytilgan narsalar sizlarga yoqqan bo'lsa, kitobni olib o'qishlaring mumkin. Biz esa shu joyda 11-kitob tahlilini tugatamiz. Hammalaringga rahmat ko'rsatganlaring uchun. Videoga like bosinglar, izohlarda o'z fikringlarni qoldirib o'tinglar va kanalga albatta obuna bo'linglar. Keyingi sonlarda ko'rishguncha assalomu alaykum.